Qoraqalpog'iston Respublikasidan eksklyuziv. Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mana bu ajoyib atmosferadan foydalanib, Aloqabank ekotizimining eng yirik bo'g'inlaridan biri bo'lgan Aloqa Ventures faoliyat haqida oradan 2 yil o'tib yangi ma'lumotlar bilan bo'lishishga harakat qilamiz. Bu muhim ma'lumotlarni menga hamkasbim Mirolim akam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mirolim aka bundan 2 yil avval siz bilan va boshqa hamkasblarimiz bilan Aloqa Ventures faoliyati haqida gaplashgan ekanmiz. Oradan ancha vaqt o'tdi. Biz orada juda ko'p ishlarni birga amalga oshirdik. Ha aytgancha, bugun biz 11-hududni zabt qildik Mirolim aka sizlar bilan. Yoshlar va investorlar uchrashuvi tadbiri 11-hududda Nukus shahrida bo'lib o'tdi va rekord darajani ham aynan shu viloyatda amalga oshirdik. Albatta. Nima yangiliklar? Siz bilan bugun faqat Aloqa Ventures faoliyati haqidagi yangiliklar haqida gaplashamiz. Tushunarli. Rahmat kattakon savollar va takliflar uchun. Ochiqni aytganda 2 yil ichida kutilmagan ancha narsa o'zgardi. Haqiqatan 2 yil oldin bilan gaplashganimizda eslaydigan bo'lsak, 24 tagan loyiha portfelimizda bor edi. Umumiy qiymati 4 millionlardan chamasi 5 millionga yaqinroq bo'lgan investitsiya bergan edik. Undan tashqari O'zbekiston bozorida qaralgan bo'lsak, venture fondlar soni uzoq borsa 4 ta chiqardi. Lekin mana shu oxirgi 2 yil venture sohasi va startaplar olamida tubdan katta burilish yasadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi hozirgi paytga qaytadigan bo'lsak, 2 yil ichida mana hozir aytib o'tgan sonlarning 2 barobar deyarli hammasi o'sdi. 4 yil davomida kelayotgan bo'lsa, yildan yilga o'sib boryapti. 50%, 100% gacha boryapti bir xil yo'nalishlarda. Birinchi o'rinda Aloqa Ventures o'zida faoliyat qilgan bo'lsa, 24 tadan hozir portfelimiz 83 taga o'sdi. 83 ta loyiha bo'ldi. Umumiy qiymati 10,5 million dollar investitsiya startaplarga berildi. O'tgan yilga endi qaraydigan bo'lsak, o'tgan yilning o'zidayoq Aloqa Ventures fondi tomonidan umumiy qiymati 5,6 million dollar va hamda uni ichida 43 ta loyiha 43 ta loyiha shuncha investitsiya bo'lib berdik va hozirgi paytda yana jadal ravishda shu narsani davom ettirib boryapmiz va bozor kengayib boryapti. Ehtiyoj ham, talab ham shunga yarasha o'sib boryapti va bundan biz juda ham xursandmiz. Sababi O'zbekiston yangi ekotizim kashf etdik. Sababi jahon talabida juda ham katta talab bor startaplarga va venture fondlarga ham. Shuning uchun O'zbekiston ham shu trendga kirdi va shuning ichida o'zida butun jahon bo'yicha juda ham katta yutuqlarga erishib bormoqda. Ham venture fondlar, ham startup ekotizimi, hamda startaplarning sifati ham oshib bormoqda. Oxirgi yillarda o'zi startup qilish, startaperlar trendga chiqdi degan menda tushuncha bor. Bu fikrga siz qanchalik qo'shilasiz? Siz bu fikrga qanchalik qo'shilasiz? Izohlarda yozib keting. Ungacha Mirolim akamdan fikrlarni eshitamiz. Endi umuman aytadigan bo'lsam, bu trend sal xatoroq deb o'ylayman. Sababi bu dunyoning talabi o'zgardi. Oldin loyihalarni, kompaniyalarni katta ishlab chiqaruvchilar egallagan yoki bozorlarda faqatgina katta ishlab chiqaruvchi 100 dan oshiqroq xodimi bo'lgan, loyihalari bo'lgan kompaniyalargina. Hozirgi paytga qaraydigan bo'lsa, 3 ta odamni o'zi ham kichkina jamoa qurib turib, shu orqali sekin-sekin startaplarni rivojlantirib, jahon miqyosiga chiqadigan katta bir necha milliardlar dollarlik kompaniyalarni ochishyapti va rivojlantirishyapti. Kutilmagan kechagi kichkina loyiha bu yil hozir juda ham katta byudjetga ega bo'lgan va katta xodimlar, ko'p xodimlari bor startaplarga aylanib boryapti. Bu bizani juda ham quvontiradi. Shuning uchun buni trend deyish sal xatoroq bo'ladi deb o'ylayman, chunki talab bo'ldi. Buni o'zi ko'proq korporativ madaniyat desak bo'ladi. Korporativ madaniyat oldin faqatgina ishonardi katta loyihalarga, katta dasturlarga va ular juda ham qimmat, juda ham sekin ishlarda yoki ularda qanaqa o'zgartirish kirish uchun juda ham katta resurs talab qilinadi. Lekin hozirgi paytda startaplar buni juda ham arzon, tez, sifatli bajargani uchun korporativ kompaniyalar, masalan, banklar, korxonalar, ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi har sohalar startaplarga o'tishyapti va startaplardan foydalanishyapti. Va shuning orqasidan ko'rinib turibdiki, startaplar bozorda sekin-sekin o'zining tezligi, sifati hamda narxda raqobatdoshligi bilan sekin-sekin bozor egallab boryapti. Bu bizani juda ham quvontiradi va bu degani startaplar rivojlanib borishi trend emas, ko'proq zaruriyatga aylanib boryapti. Zo'r. Zaruratga aylangani yaxshi biz uchun davlat miqyosida, sababi iqtisodiyotimizga ancha foyda keltiradi. Meni yana bitta narsa xursand qiladi aka. Mana misol uchun bu aytib o'tganimdek 11-viloyat. Biz 10 ta bundan oldingi 10 ta viloyatda 14 yoshlarli startaperlarni ham ko'rdik. Albatta. Nima deb o'ylaysiz? Juda yosh-ku ular. Shu yoshda startap qilish qanchalik kerak u yoshlarga, u bolalarga? Endi bu savolga javob beradigan bo'lsam, avvalambor venture mutaxassis sifatida meni bu juda ham quvontiradi. Sababi venture fondlari ochilgan paytida venture va ekosistema startaplar haqida ma'lumotni deyarli ko'plab bilmas edi. Nafaqat 14 yoshli, o'sha paytda 40-50 ga kirgan insonlar bilan ko'rishardik. Har xil tashkilotlar, rahbarlar, ular ham bilishmas startap va venture fondlari asosiy mohiyatini.
asl mohiyatini yaxshi bilishmas edi va hozirgi paytga kelib hammasi o'zgarib bordi. Nafaqat hozir kattalar va kichiklar ham bunga qiziqishni boshlashdi va jamiyatdagi qandaydir muammolarni ko'rib va o'sha har kun duch kelgan muammolarni yechib va uni monetizatsiya qilish yo'lini topishyapti. Bizni juda ham quvontiryapti, lekin hozirgi paytda biz ular bilan iqtisodiy muomalaga kirishimiz uchun 18 yosh bo'lishi talab etiladi. Shuning uchun agar g'oyalar yaxshi bo'lsa, ustida ishlayotgan bo'lsa, jamoa a'zolari bo'lsa, shu yosh kattaroq jamoa a'zolari bilan birga ta'sischilik ochib rivojlantirsalar va venture fonddan investitsiya jalb qilish imkoniyatiga egalar ular. O'zi aslida o'sha 12 yoshlik, 14, 16 juda yosh paytidan boshlab startap qilgan yaxshimi? O'zida immunitet shakllantirgan yaxshimi? Mana misol uchun bugun ham 14 yoshli adashmasam bitta bola investitsiya oldi bizdan, to'g'rimi? Albatta. O'zingiz ko'rdingiz, 16 yoshlik hozir startaper bizdan investitsiya olishga muvaffaq bo'ldi. Commitment deyiladi. Commitment degani biz o'sha investitsiya berish uchun qiziqqanimizni bildiruvchi hujjat berdik va hozir 1 oy davomida bu startap bilan muloqot qilib, o'rganib, texnik, yuridik va finansiy detaillar deyiladi. Shularni o'tkazgan holatda va ularga investitsiya berish imkoniyatiga egamiz. Endi shu loyihaga keladigan bo'lsak, 16 yoshlar, lekin jamoadoshlari yoshi kattaroq bo'lgani uchun ular bilan birga ko'proq shartnoma tuzamiz va bular quvontiradigan narsa bu yosh bo'lib turib shu jamiyatdagi qandaydir muammoni topganlar va o'sha muammoni yechim qilib va yechimi juda ham maqbul loyiha deb hisobladik. Shuning uchun investitsiya berishga qaror qildik. O'zi berayotgan yechimini pulga aylantira olayotgan yoshlar. Monetizatsiya, da, albatta, bu monetizatsiya qilayotgan, faqatgina yechimgina ijtimoiy loyiha bo'lib qolibmas. O'sha yerda o'zini o'zi qoplaydigan hamda kelajakda daromad topib keladigan va bir nechta odamlarni ish bilan ta'minlay oladigan va millionlar odamlarga foyda keltiradigan startaplar yaratishyapti. Bizni juda ham quvontiradi. Men bitta gap eshitganman-da, muvaffaqiyatli startaper 40 yoshdan keyin bo'ladi degan. Ya'ni sizni faoliyatingizda shunaqa startaperlar bormi? Aynan 40 yosh. Shu gapga qo'shilasizmi? Qanchalik qo'shilasiz? Bu gapga, da, to'g'ri, yaxshi savol bo'ldi. Albatta qo'shilaman bu fikrga, qaysidir ma'noda. Sababi ko'proq bilasiz, tajriba bilan statistika gapiradi bu o'rinlarda. Raqamlarga. Hozirgi paytda aynan shu raqamlar ko'rsatyaptiki, muvaffaqiyatli bo'lgan unicorn bo'lgan startaplarning asoschisi 40 yoshdan kattaroq, 40 yoshlarda bo'lgan insonlarga to'g'ri kelyapti va ulardan kattaroq bo'lishi ham mumkin. Lekin yosh chegarasi yo'q, sababi yosh startaperlar bor hozirgi paytda. Ular bir oyda shu Qozog'istonda bo'ldi va boshqa qo'shni davlatlarda 1 million, 2 million dollar investitsiya ham ko'tarishdi. Yoshligi 18, 20 yoshligiga qaramasdan, shunaqa g'oyangiz zo'r bo'lsa yoki qanaqadir jamoangizni yaxshi shakllantirgan bo'lsangiz va sizning startap loyihangiz odamlarga juda ham katta naf keltiradigan bo'lsa va u loyiha albatta o'z investorlarni topadi, o'zining mijozlarini topadi hamda bu loyihaga yordam beruvchi insonlarni o'z atrofida jamlashtira oladi. Bu juda ham yaxshi jarayon hisoblanadi, startaplar uchun tabiiy holat hisoblanadi va bu degani faqatgina o'sha 40 yosh kutib yashash kerak emas. Hozirdan 14, 15, 16 yoshlardan masalan shu yoshdan tajribalar borish kerak. Da, mutaxassislarni yig'ish kerak. Masalan, sohada dasturlashni bilsa, o'ziga yaxshi o'sha soha vakilini topish kerak mutaxassis sifatida, ekspertlarni yoki hisobchilarni va boshqa bo'lgan shunaqa kuchli mutaxassis atrofida yig'sa bo'ladi. Albatta bu yoshlarni ko'ramiz, bir xil payt 16-18 yoshli bolalar hozir paytda ko'cha chiqib to'p tepish o'rniga ofisda o'tirib, jamoa yig'ib, o'zidan katta bo'lgan insonlar bilan birga maslahatlashib, startaplar quryapti. Va ertaga o'sha nima desam ekan, ular hozirgi paytda moliyaviy rag'batlantira olmaydi masalan. Chunki o'zi 16-18 yoshli yigit, chunki ota-onasining qarmog'ida. Lekin ular o'sha hamkor bo'ladigan kelajakdagi do'stlariga, o'shalarga, mutaxassislarga keling deyapti, hozir birlashamiz deyapti. Vaqtimizni, kuchimizni ozgincha qismini sarflaymiz shu startapga deyapti va keyinchalik bu startap katta loyiha bo'lgandan keyin, investitsiya olgandan keyin sizlarni shu loyihaga sherik bo'laman deyapti. Xuddi Amerikada bilasiz, o'sha o'tgan asrning 70-80-yillarda trend bo'lgan juda ham ko'p startaplar yaralishi garajda yaralgan. Va hozirgi paytda ko'p yoshlar shu garajlarda, kichkina ofislarda, universitetdagi darsdan keyin qolib, masalan, shug'ullanib, bibliotekalarda yaratishyapti o'z startaplarni. Juda xursand bo'lamiz bunday holat yuz berayotganiga, sababi bu yoshlar kelajagi uchun befarq emas. Zo'r ma'lumotlar beryapsiz. Keling endi community haqida gaplashaylik. Mana shu yosh startaperlar bilan aytaylik o'rta darajadagi tajribali yoki yuqori darajadagi tajribali startaperlarni hammasini bitta communitysi bormi? Hamma yig'iladigan, fikr almashadigan.
Communityga keladigan bo'lsak, community juda ham ko'p hozirgi paytda va hamda juda ham yaxshi rivojlanib boryapti. Communitylar bor, tashkilotlar, venture fondlar tomonidan tashkil etilgan communitylar bor, jismoniy shaxslarning o'zining tashabbuslari bilan tashkil etiladi va Startaplar o'zlari yig'ilgan. o'zlari ham yig'ilishadi. Unda biz ham juda venture fondlar mutaxassislari ham ko'p ishtirok etamiz, boramiz, sababi yangi talantlar, yangi loyihalarni qidiramiz va undan tashqari hozirgi paytda Aloqa Ventures o'zi ham bu faoliyatdan chetda qolmaydi. Sababi o'zimiz ham community tashkil etganmiz. Birinchi avvalambor Startup 83 portfeldagi loyihalarning communitysi bor. Undan tashqari qiziqayotgan yoshlar va talantli yoshlar bilan biz community bilan bog'lanib turamiz. Hamda yig'ilib fikrlar almashamiz, maslahatlashamiz, master klasslar o'tamiz. Undan tashqari asosiy venture bo'yicha qiziqadigan, investitsiya olish bo'yicha ma'lumotlarni hammasini Telegram va Instagram kanallarimizga yoritib berib boramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda eng muhim ma'lumotlarni bizni albatta ijtimoiy tarmoqlarga issig'ida tandirdan uzilishi bilanoq bizni insonlarga o'sha bizning kuzatib boruvchilarni masalan Instagram va Telegram sahifalarimizda berib boramiz. Aloqa Ventures ijtimoiy tarmoqlarini biz video izohida ham, bu yerda ham chiqarib qo'yamiz. Albatta obuna bo'linglar. Sizlar uchun community albatta muhim, to'g'rimi? Community muhim bo'lgandan keyin u qayerda yig'ilishini bilishinglar kerak. Sizlar uchun muhim ma'lumotlarni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda berib boriladi. Albatta. Murodjon aka 2 yil oldin bizda angel investorlar yo'q degan tushuncha bor edi. Keling, angel investorlar haqida gaplashaylik. Hozir qanchalik ko'paydi yoki hali ham yo'qmi? Yo'q. Ochiqni aytganda o'q paytda ham angel investorlar bo'lgan, lekin angel investor degan bu professional atamaligini ko'plar bilishmagan. O'ylashgan o'sha farishtalar, investitsion farishtalar deb o'ylashardi va bu termin O'zbekistonda yo'q, lekin bu azaldan bor bo'lgan. Bizda O'zbekistonda nomlarini aytib o'tirmayman. Juda ham taniqli yaxshi biznesmenlar bor. Ular shu birinchi startaplarga investitsiya kiritish boshlashgan va hozirgi paytda u ancha-munchasi o'zi ham juda muvaffaqiyatli loyihalarga aylanib ketdi va investorlar ham bundan daromad ko'rishdi hamda bu loyiha bu yo'nalish rivojlanishni boshladi va hozirgi paytda endi venture fondlar kelgandan keyin angellar atamasini ko'proq joriy etish boshladik. Hozirgi paytda klublar ancha-muncha ko'p. Men o'zim ko'pincha bilib yoqtiradigan bittasi Nexus klubi bor. Undan tashqari CSS Angels Club bor. U ham juda ham yaxshi, ko'p loyihalarni ko'rib borishadi va kichik cheklarni tadbirkorlar yig'ilib startaplar bilan uchrashib va kiritib ko'rishadi va shuning orqasida ular tajriba orttiradi, jamoa shakllantiriladi va kelajakda startaplarga yordam berishadi. Bu hozirgi paytda kichik startaplarga kiritayotgan kichkina chekli investitsiyalar keyinchalik venture fondlardan katta investitsiya olish uchun juda ham katta birinchi qadam bo'ladi ular uchun. Ha, o'sha to'g'ri aytasiz. Birinchi qadamlarni angel investorlar orqali qadam bosishadi. Da, o'sha va kichik cheklar berilgan startaplar keyinchalik va venture fondlardan katta investitsiya olishlari uchun birinchi qadam bo'ladi. Buning uchun sababchi angellar bo'lishyapti va hozirgi paytda ancha faollashib ketdi va taxminim hozirgi paytda O'zbekistonda bir 10 ga yaqin angellar klubi tashkil etilgan. 10 ga yaqin klub. Endi u klubga a'zo bo'lgan bir necha o'nlab insonlar bor. Yuzlab degan bo'ladi. Yuzlab degan bo'ladi. Hozirgi paytda insonlar bor. Demak, 2 yilda juda katta o'sish bo'lgan. 2 yil juda ham oxirgi 2 yil juda ham katta ta'sir qildi O'zbekiston startup va venture bozoriga. Sababi birinchi 4 yil bo'lgan Aloqa Ventures va boshqa fondlar ham 4 yil, 5 yil tajribaga ega bo'lsa, boshlang'ich etapida ko'plar shubha bilan qarashdi. Ko'plar ishonchsizlik, ko'plar umidsizlik bilan qarashdi. Ko'plar o'ylashdiki, ishonmadi deng. Da, ko'plar ishonmaydi. Ishonmadi real. Qo'rqishdi bu investitsiyani bergani, ertaga nima bo'ladi, qanaqa javob beramiz, startaplar sifatli va ishonch asosiy bo'ldi. Ishonib ko'rib, bizning bozorda qanchalik katta potensiali borligini o'zimiz olib qoldik va hozirgi paytda bizga o'xshagan mutaxassislar kun sayin ko'payib bormoqda. Qo'shni davlatlardan ham o'zi qiziqishyapti va hozirgi paytda O'zbekistonga aynan ular ham fond ochishmoqchi. O'zi etaplari mesela hozirgi paytda o'sha O'zbekistonning startaplar jahon bozoriga chiqish boshladi va xossatan masalan O'zbekistondagi Aloqa Ventures'ni o'zidan qaraydigan bo'lsa, 83 ta proyektimizdan, loyihamizdan, startup loyiha, portfelimizdagi loyiha 35 ta davlatlarda ishlayapti. Meksikada bor, AQSh, Yevropa, Yaponiya davlatlari, G'arb sharq davlatlarida ko'p faoliyat olib, sekin-sekin kirib borishyapti. Qo'shni davlatlarda u ham juda ham ko'p startaplar faoliyatini boshladi. Sizga, ya'ni Aloqa Ventures'ga kelib tushadigan loyihalarni test qilishda men o'zim ishtirok etganman. Sababi Amerika Qo'shma Shtatlarida faoliyat olib boradigan bir proyektni test qilishda, ya'ni bu qanchalik investitsiya kiritishga arziydi degan savolga javob berishga o'zim test qilib ko'rganman u loyihani. Bu haqiqatan ham dunyo bo'ylab juda ko'p mamlakatlarda
faoliyat olib boradigan startaplar aynan Aloqa Ventures'dan investitsiya olishga harakat qilishadi. Keling endi Aloqa Ventures'ning reytingi haqida so'rasam. Aloqa Ventures O'zbekistonda eng yirik venture fondi. No, sal Boshqa qo'shilmayman, sababi bizda hozir mablag' jihatdan katta fondlar ochilyapti. Ochilyapti, lekin hozir yo'q. Ochilganlari bor. United Ochilgani bor. Ventures masalan hozirgi paytda Ustav fondi 40 million dollardan yuqoriroq kapitalga ega edi. IT Park Ventures hozirgi paytda 20 va ustiga yana qo'shimcha kapital qo'shishyapti. Kengayib boryapti. Ba'zi pulda o'lchamaymiz ko'pincha bu narsani. Biz ko'proq startaplarning soni, startaplarning soni, sifati va ularning bozorda jadal o'zini egallab borgan o'rniga qarab hisoblasak bo'ladi va fondlar bunda shunaqa yondashuv bo'lishi kerakki, faqatgina keyin loyihani ko'rib o'tirish kerak emas. Startaplarga borib ularni ishlash kerak, ularni ko'rish kerak, tushunish kerak, ichidan his qila olish kerak va shunda haqiqatdan o'sha venture fondning mutaxassislari ekotizim bozoriga o'z hissasini qo'sha oladi va loyihani chuqurroq o'rgana oladi. Sababi startap bir o'zi kichkina jamoa, juda ham katta bosim. Bu yerda davlat tomonidan o'sha regulyatorika bo'yicha qilingan ishlar bor, o'sha to'g'rilashga hujjatlari bor, yoki umuman olganda bozordagi qiyinchiliklar bor, qanaqadir tashqi va ichki omillar bor, qarshiliklar bor, ularga yordam bera olish kerak venture fond. Qachonki ularni eshitib, ko'rib va ularning muammosini birga hal eta olsa, u o'sha aktiv fond hisoblanadi va foydali fond hisoblanadi startaplar uchun. Va Aloqa Ventures ham shuna o'zini startaplariga aktiv yondashishga harakat qiladi hamda o'sha qanday muammoyingiz bor, qaysi joyda to'xtab qolyapsiz, qanaqa ziddiyatlarga o'rgayapti degan ma'noda oyda bir marta ko'rishib, har bir startap bilan o'zi bilan borib ishlab ko'rishib rivojlantiramiz va barcha muammolarni maslahat yo'li orqali o'zimiz ham qarashib, yordam berib, sekin-sekin o'sha muammolarni birga yechamiz. Keling, savolni o'zgartiraman, Mirolim aka, baribir javob berasiz. Siz aytayotgan talablarga mos kelish darajasiga qarab, hozir menga 4 ta O'zbekistondagi eng top venture fondlarni 4 taligini sanashga yordam berasiz. 4-o'rinda. 4-o'ringa United Ventures aytgan bo'lardim. Shu talablarga javob beradigan. 3-o'rin. 3-o'rin ochilgani ko'p bo'lmasa ham, lekin juda ham hozir faol ishlayotgan yoshlar bilan juda ham aktiv ishlab borib va portfeli bilan juda ham qayg'urib va ular bilan ham ko'p yutuqlar qilayotgan bu Yoshlar Ventures. Yoshlar Ventures 2-o'rinda. 2-o'rinni qo'rqmasdan ayta olaman, bu IT Park Ventures bo'ladi. Sababi hozirgi paytda juda ham ko'p loyihalar murojaat etishadi, startaplar tomonidan yaxshi ko'riladi hamda portfel proyektlariga juda ham katta e'tibor berayotgan va yordam beruvchi kriteriylarga javob beradigan aynan IT Park Ventures deb ayta olaman. IT Park Ventures va eng asosiysi 1-o'rin. Eng asosiysi 1-o'rinni keling, buni obunachalarimizga qoldiramiz. O'zlarining fikrlarini kommentariyada yozib qoldirishsin. Mayli. 1-o'rinni siz uchun qaysi venture fondi 1-o'rinda turadi O'zbekistonda? Izohlarda yozib keting. Mirolim aka, keling endi Taqdimot O'zbekiston loyihasi haqida gaplashsak. Birinchi mavsumni muvaffaqiyatli yakunladik va biz birinchi mavsum yakunlari haqida biz kichik bir loyiha qilganmiz. Bu YouTube sahifamizda tomosha qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi mavsum boshlandi va zo'r ketyapti. Hozir 7-soniga keldik, adashmasam. Nima yangiliklar Taqdimot O'zbekiston loyihasida? Taqdimot O'zbekiston loyihasiga keling, boshidan statistika qarab o'tamiz. Hozirgi paytda 500 dan oshiqroq loyihalardan zaifga kelib tushdi va shulardan 41 tasi oynajahonda o'zining loyihasini ko'rsatishga va insonlar bilan masalan bo'lishishga muvaffaq bo'lishdi. Bu bizani juda ham quvontiradi. Hozirgi paytda shu 41 ta loyihaning ichidan 24 tasi aynan shu investor va angellardan investitsiya olishga muvaffaq bo'lishdi. Ya'ni bu jarayonni keladigan bo'lsa, o'sha shouda taqdim etamiz. Takliflarni commitment deyiladi bizning tilda. Berilgandan keyin bir oy davomida u loyihalarning risklari va har xil tomondan masalan huquqiy, iqtisodiy hamda IT tomonidan muammolari yo'q bo'lsa, hammasi o'tsa, loyihamiz DD deyiladi bizda. Due diligence jarayoni o'tgandan keyin biz ularga investitsiya beramiz. O'sha jarayonda hozirgi paytda 24 ta loyiha umumiy qiymati 3.6 million dollar investitsiya olishga imkon topishdi. Birinchi mavsumga qaraganda ikkinchi mavsumda bir o'sish bormi? Mana misol uchun birinchi mavsumda shuncha ariza tushgan edi, ikkinchi mavsumda mana 500 ta tushdi. Oradagi farqni ko'rmoqchiman. O'sish qanchalik bo'lgan? Deyarli sonlar to'g'ri kelyapti, aytgansiz. Birinchisi zaifga topshirishganda uzog'i borsa 200 ga yaqin loyiha edi va shularning ichidan 100 dan oshiqni ajratib olib, birinchi bosqichga, ikkinchi bosqichga ajratib olib, 100 dan oshiqni ko'rdik va shundan eng saralarini olib chiqdik Oynajahonga. Ikkinchi mavsumda 500 ta. Ikkinchi mavsumda 500 taga yetdi. Zo'r. 500 taga yetdi. Karoskan. Karosda. Qiziquvchilar bu.
bu nafaqat qiziquvchilar, bu o'zining startaplari bor va yoki innovatsion g'oyalari bor startaperlar ishtirok etishdi. Investitsiya kiritilgan million dollarlar haqida gaplashyapmiz. Bu ajoyib, haqiqatdan ajoyib loyiha. Ko'rsangiz ham motivatsiya olasiz, ham bilim olasiz. Yerda juda ko'p tajribali investorlarni jalb qilganmiz. Nafaqat birinchi mavsumda, ikkinchi mavsumda ham juda tajribali insonlar kelishgan. Bu loyihani Zo'r TV telekanalida tomosha qilsangiz bo'ladi yoki Taqdimot O'zbekiston loyihasini o'zini YouTube sahifasi bor. Bu yerga ham har bir soni albatta efirga uzatilgandan keyin yuklab boriladi, siz qayta tomosha qilishingiz uchun. Xo'p, Mirolim aka, endi jamoa haqida gaplashaylik. Jamoa qanchalik o'sdi? Keling 2 yil emas, 4,5 yil orqaga qaytamiz. Sababi 4,5 yil oldin Aloqa Ventures fondi o'z faoliyatini boshlagan edi. 4,5 yil oldin Aloqa Ventures fondida faoliyatini boshlagan paytimda, o'sha paytda bizning jamoada uzog'i 5 ta odam ishlardi. O'ylardikki, bu ham ko'p deb o'ylardik. Venture fondi uchun. Lekin vaqt, tajriba, yoshlarning ko'pligi, tushayotgan zaifga talablar va bularni ko'rgan holda sekin-sekin beixtiyor o'zi o'sib borish boshladi. Hozirgi paytda Aloqa Ventures'da 15 ga yaqin inson bor. Undan tashqari ikkita kishi o'sha 15 dan oshiq insonlar bo'lsa, ikkita kishi, bizda undan tashqari ikkita kishi jamoamizda masofadan ishlashadi yoki shartnoma asosida ishlashadi. Talablar qanaqa bo'lishi kerak? Siz misol uchun Aloqa Ventures'mi yoki venture fondlarda ishlash uchun qanaqa ko'nikmalar bo'lishi kerak mutaxassislarda? Startaperlardan yaxshi mutaxassislar chiqadimi o'zi aslida? Startaperlardan yaxshi mutaxassis chiqadi. Zo'r mutaxassis chiqsa kerak, chunki chiqadi. o'zi startaper loyihalarni qanday baholash kerakligini biladi, qanaqa majburiyatlarni olish kerakligini biladi, qanaqa majburiyatlarni talab qilishni biladi. Endi sizning fikringiz, men to'g'ri aytasiz, qo'shilaman. Sababi startaperlarda bu yo'lni bosib o'tgan tajribasi bor. Tajribasi albatta bo'lishi kerak, undan tashqari, lekin venture fondida xodim bo'lib ishlash uchun va bir ko'nikma emas, bir nechta ko'nikmalarni o'zi mujassam bo'lgan bitta yaxshi insonlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Sababi birinchisi bu texnik jihatdan juda ham katta ma'lumotlarga ega bo'lgan insonlar, dasturlash tillari qanaqa yaratiladi va uni qanday muammolarga duch kelish mumkin, savollarga javob topa oladigan inson. Ikkinchisi bu yaxshi moliyachi bo'lishi kerak. Kelajakda uni qanday moliyaviy natijalar kutmoqda yoki qanday risklar borligini ko'ra olishi kerak. Uchinchidan bu albatta insonlar bilan yaxshi muloqot qiladigan inson bo'lishi kerak. Sababi yaxshi startaperlar juda ham ko'p, lekin hammada muloqot jarayoni biz xohlagandek bo'lmaydi. O'shaning uchun ular shu loyihalardan gaplashib, ular asl sirlari, mohiyatlarini ocha oladigan va ular bilan kontakt o'rnatadigan yaxshi insonlar bo'lishi kerak. Undan tashqari u juda ham yaxshi psixolog bo'lishi kerak. Sababi ko'p startaperlar loyihalariga juda ham ko'p baho bera olishadi, haddan ziyod baho berib qo'yishligi mumkin yoki juda ham tushkunlik holatda bo'lishi mumkin. Uning uchun fond mutaxassislari u loyihalarni ko'rib va ularga tavsiyalar berish kerak, ko'nglini ko'tara olish kerak. Undan tashqari va ularning xayolidagi kechinmalarini tushunadigan inson bo'lishi kerak. Sababi bir necha millionlik kompaniyaman deyishi mumkin yoki meni daromadlarim hozir 20-50 ming dollar deyishi mumkin. Vaholanki u yolg'on gapirayotgan bo'lishi mumkin. Suhbat jarayonida ham biz o'zi buni sekin-sekin o'rganib, analiz qilib borishimiz kerak. Bu juda ham murakkab jarayon. Sababi har bir o'sha aytib o'tgan xususiyatlardan bir insonda va bir vaqtda o'zi mujassam bo'lishi kerak va suhbat jarayonida ham texnik analiz, ham finansiy, ham yuridik tomondan har tomonlama va psixologiyasini analiz qila olgan insonlar bo'lishi kerak. Uning uchun juda ham katta tajriba, mashaqqat va harakat talab etiladi. Katta rahmat suhbat uchun. 2 yilda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Biz o'sha o'zgarishlarni sizlar bilan bo'lishga qaror qildik. Rahmat. Endi Mirolim aka, sizdan startaperlar uchun va venture fondlarda faoliyatini davom ettirmoqchi yoki ishlamoqchi bo'lgan mutaxassislar uchun, yoshlar uchun maslahatlaringizni berishingizni so'rab qolaman. Startaplarga maslahatim: qo'rqmanglar. Birinchi maslahatim. Sababi loyihani qo'rqib qilmagandan ko'ra, qilib turib xatolarni o'rganib va undan yana yaxshiroq qilib ishlaganga hech narsa yetmaydi. Sababi startap hozirgi paytda ko'rayotgan muvaffaqiyatli insonlar xatolar qilib va o'sha xatolarning ustida ishlabgina va hozirgi darajaga erishgan. Shuning uchun qo'rqmasdan startaplarni boshlashlarini, o'z atroflariga jamoadoshlarini yig'ishlarini, fikrdoshlarini yig'ib to'plashlarini va shu startaplarni sekin-sekin asta qadamlar bilan boshlashlarini taklif qilib qolaman. Lekin shoshmasliklarni so'rab qolaman. Sababi loyihalar juda ham xilma-xil.
yo'nalishlar ko'p, muammolar ko'p. Albatta har bir loyihani konkurentlari yoki albatta har bir loyihaning o'ziga yarasha shu sohada ishlab kelayotgan analog loyihalari bo'ladi va solishtirish kerak. Ular tajribasini, xatolarni o'rgangan holda va o'zini ideal biznes modelini yaratadigan startaplar bo'lishini so'rab qolaman. Endi xodimlarga keladigan bo'lsak, xodimlarda qo'rqmanglar, shuncha aytib o'tgan avokalar bu vaqt davomida shakllanib boradi. Sekin ish jarayonida va hozirgi paytda deyarli hamma venture fondlar rahbarlari va jamoalarni taniymiz. Juda ham yaxshi insonlar yig'ilgan, juda ham ko'ngli ochiq, samimiy va ma'lumotlarni sizdan sir tutmaydigan insonlar yig'ilgan. Agar shu jamoaga qo'shiladigan bo'lsangiz, ular sizni sekin-sekin o'rgatib borishadi. Birinchi kichikroq uchrashuvlar, kattaroq keyin analizlari, texnik analizlar jarayonlarida sizda ishtirok ettirib, tajribangiz oshgandan keyingina portfel loyihalaringizni ishlashga ruxsat berishadi. Hamma narsa vaqti-vaqtida tajriba bilan keladi. Katta rahmat suhbat uchun. Kattakon rahmat. Maza qildik. Rahmat. Yaxshi ko'rdik, ko'rishaylik.